Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Mana Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman Nurli hayot mahalla idorasi mana ko'rishimiz mumkin. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janob oliylarining tashabbuslariga binoan bironta qishloq chekka hududlar ham hech qachon hurmatli prezidentimizning nazaridan chekkada qolmayapti. Mana hurmatli prezidentimizga rahmatlar aytamiz. Mustaqil O'zbekistonimiz, yangi O'zbekistonimiz kun sayin obodlashib, chekka qishloq mahallalarga ham shunday obod dasturga tushib, mana shunday yo'llar, piyodalar yurayotgan yo'laklari, har qanday mana yo'l belgilari qo'yilib, kun sayin davlatimizda rivojlanish yaxshi bo'lyapti. Buning uchun mehnati ketgan barcha firmachilar bormi, davlat tashkiloti xodimlari bormi, mehnati ketgan barcha ishchi xodimlarga ko'pdan ko'p rahmatlar aytib qolamiz. Mana shu yangi mahalla ham mana shunday kuni kecha asfalt bo'lib, juda bir ajoyib bo'pti. Fuqarolarimiz kun sayin davlatda bo'layotgan yangi qonunlardan, o'zgarishlardan prezidentimizdan shaxsan hamma rozi, minnatdor. Akmal Jumayev kanallarini kuzatib boramiz, obuna bo'lamiz, like bosamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.